شأن الله أن علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله الرحمن الرحيم المهيمن الحكيم الواسع الفتاح المقدم الحليم الباسط الرزاق الصمد الكريم الرافع المتعال البارئ العظيم الغفار الغفور المؤخر الصبور الباعث القهار المقتدر الشكور جل شأن الله جل شأن الله جل شأن الله أن علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mahapta Allah Taala'nınki isimlerinden salam degan ism haqida to'xtalgan bo'lgan. Allah Taala'nın salam degan ismi Qur'on Karimda Vallahullazi la ilaha illahu el-melikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir degan oyatida kelgan. Onundan keyin Sahih Muslimda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin her namazdan keyin Allahümme entes salam ve minkes salam tebarekte ya zel celal vel ikram deydiganligi qayd qilingan. Zaten hemimiz shunda deymiz qo'y, namazdan keyin ayda deymiz ayna. Shuningdek shu Alloh taolaning salam degan ismi. Endi salam degan so'z nim degan gap endi. Salam degan so'z bu arabchada ikki ma'noni bildirganda endi. Biri salam tinchlik, biri salomat degandek ma'noni bildirgan. Salomat degan gapni salomdan chiqqan gap endi-cha. Biri ayibsiz, mukammal, to'liq degan ma'noda. Salam degani, salomat degandek. Yana biri tinchlik, amonlik, salomatlik, xotirjamlik degan ma'noda. Hamda Alloh taolaning assalom degan ismi uning zotida, sifatlarida va ish harakatlarida ayib nuqsondan pok, turli kamchilikni yiroq ekanligini va Alloh taolo kamchilikdan pok bo'lgandek bandalariga zulm qilishdan, haqsizlik qilishdan, bir ishlarni xato qilib qo'yishdan pok ekanligini bildirdi. Birinchi bu ma'nosi hamda Wala yazlimu robbuka ahada deydi oyatda. Robbing hech kimga zulm qilmaydi, hech kimga haqsizlik qilmaydi deydi. Alloh taolo ayib nuqson siz pok va mukammal bo'lgandek tinchlikning va amonlikning, salomatlikning manbasi. Tinchlik, amonlik Alloh taolo bermasa tinchlik bo'lmaydi. Hatto qalbimizga mu Alloh taolo bir orom, tinchlik, shunda salomatlik, xotirjamlikni bermasa ko'nglimiz bu xotirjam bo'lmaydi. Manbasi hamda Allah shundanki dunyoda mutlaq yomonlik deydigan narsa yo'q. Har qanday narsa mutlaq yomonlik yo'q. Ko'zimizga yomon ko'ringan narsalarning hammasi mutlaq yomonlik narsa emas, balki ko'plari bir yaxshilik uchun kerak narsalar. Bizning yaxshilikqa erishishimiz uchun shart hozirlaydigan narsalar. Masalan bu beshimizga kelgan bir mag'lubiyatning keyingi g'alaba uchun yo'l ochqanga o'xshash. Chunki mag'lub bo'lmay g'alaba qozong'ili bo'lmaydi-ku. Mag'lubiyat yomon ko'rinadi. Ammo bu amaliyotda g'alabaning yo'ldagi bir qadam endi u. Shunga o'xshash masalan doktor badanimizni pichoq bilan kesib og'ritgandan keyin shifoliq saqaytadi endi. Dastlabda og'riydi u. Undan keyin shifo topadi. Mesela yomon ko'ringan narsa natijasi yaxshi chiqadi. Shunga o'xshash nurg'un ishlarda. Endi Alloh taoloninki assalom degan ismi mushu ism bilan bo'lganda qanday bo'ldi? Masalan Alloh taoloning assalom degan ismi yomonlikning ya amonlikning, xotirjamlikning bishorati bo'lganda, shunga biz musulmon qarindoshlarimiz bilan uchrashganda assalomu alaykum deymiz, sizlarga omonlik bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum, sizlarga omonlik bo'lsin degan gap, mendan sizlarga yomonlik kelmaydi o. Mendan sizlarga faqat yaxshi tilaklar keldi degan gapda bu. Qarshi tarafning ko'nglini shunday bir xotirjam qildi. Omonlik, o'zimizga omonlik, boshqalarning ko'ngliga bir omonlik hamda. Alloh taoloni yod etish orqali ko'nglimizni orom topqizganda, uning assalom degan ismini tilimizga joriy qilish orqali din va dunyolik ishlarimizda bir bütün xotirjamlik va salomatlik ichida bo'lamiz. Bir bütün xotirjamlik va salomat. Shu ishni boshlagan Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz ayna. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub deydi. Alloh ne yod etish bilan dillar orom topadi deydi. Ko'ngillar Allohni yod etish bilan
aram tapıp etmez. Namaz okuş, Kur'an okuş, zikir etiş, tesbih etiş, istiğfar etiş, hemmesi Allah'ın yada etişki kiretemde. Allah Teala'ga bağlanış arkalık doğru yolda müstehkem turalaymiz. Çünkü biz Allah Teala bilen bolgan vaktimizde qat'iy ezip ketmeymiz. Uçakta ezip ketmeymiz endi. Ve dünyalık her qanday ishda Allah Teala'nın ko'rsatmalari bo'yicha ish ko'rgunimizda ziyon tortmaymiz. Bu aniq hamda Allah Teala'nın Assalam degan ismining mazmuniga amal qilgan vaqtimizda qalbimizni o'ch adovat, hasad, takabburlik qatorliq illatlardan pok tuta olamiz. Chunki tinchlikni o'qiyotimiz ya Allah Teala'ning tinchlik, salom degan ismini deyapmiz. Anda vaqti biz bu ko'nglimizda shu tinchlikni his qilamiz va tinchlikni beramiz boshqalarga. Allah Teala'nın Assalam degan ismini hayotimizga rahbar qilgan vaqtimizda o'zimizni va boshqalarni ayash, amonlik va xotirjamlik beg'ishlash qatorliq fazilatlarga erishimiz u chog'da. Allah Teala'nın Assalam degan ismini o'rganish va tatbiq qilish orqali bu dunyoda mu'minlarga tilimiz va qo'limiz bilan ziyon yetkazishni saqlanib, oxiratda jannatga kirishga tegishli bo'lamiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan ki, musulmonlarga tili yoki qo'li bilan ziyon yetkazmagan odamdir deydi. İlla men atallaha bi qalbin salim deydi bir oyatda. Faqat Allohning dargohiga sog'lom qalb bilan kelganlarla foyda topadi deydi. Qalbing sog'lom bo'lishi kerak. Eng muhim ibodatlaringdan bak qalbingni sog'lom qilish kerak. Alloh taologa to'g'ri e'tiqod, to'g'ri qarash Allohga va Alloh taoloning bandalariga qarta ishtorlik, hasadxo'rlik, takabburlikdan yiroq turib, qalbingni sog'lom tutish degan gapdir-da. Alloh taoloni yiroqlashib ketgan yoki uni unutib ketgan vaqtimizda ko'nglimizda xotirjamsizlik, vahima va huzursizlik urib oladi. Tangponligimiz buzildi u chog'da. Allohni unutib ketgandicha. Hayotimiz jafoliq bo'ldi. Oyatda deydi: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimki mening zikrimdan yuz o'riydi ekan, uning hayoti jafoliq bo'ldi. Mening zikrim bu yerda namoz, Qur'on o'qish, zikr tasbih aytish, tavba qilish degan chiqib Allohni yod etgan ibodatlarning yuz o'rib, uni yiroqlashgan odamning hayoti jafoliqdir. Jafoliq degani qattiq ishlar jafoliq emas, ko'ngli xotirjamsiz, amonsiz, huzursiz endi, baxtsiz yashaydi endi u. Endi Alloh taolaning Assalam degan ismining karomatlari. Birinci, Allah Teala barliq ayb nuqsondan ve türlü kemçiliklerden pak bulup, onun iş hareketleri ve emir fermanları mı ayıptin ve kemçilikten pak. Yani o mükemmel dersek buyurgan bizni. Şuna onun barliq işlerde vayıga yetken mükemmellikini görürüz. Bu Allah Teala'nın üzüge layık gelmeydiğen cimi sübetlerden sağlam ve sak işgallikinin ifadesi. Ellezî halaka seb'a semâvâtin تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. Rahman Allah'ın yaratkında hiç qanday nuqson tapamayız deydi. Hiç qanday narsa biz nuqson tapamaymiz deydi. Sen asmanlarga tekrar qarab baqınki bire yerikni ko'ramiz ekan deydi. Anda sen yana qayta tekrar qarag'in, ko'zing izdigan nuqsonni tepishni umidni uzgan va talgan holda qayta deydi. Ya'ni eyip izleydiysem mi tapanmaysan deydi. Allah her nersini mükemmel yaratkan dediğini bir ayette. İkincisi, Allah Teala barcha amallıkның ve salametlikin menbesi bulup cimi mahlukatıga amallık, salametlik ve tişlik ata kılgıcı. Bir hamilenin buğuqın sağ salamet doğuşu, bir atının xatarlik joylardan, yo'llardagi qatnashishligidan, buron chapullardan salomat bo'lib uyga qaytishi, insonlarning kecha kunduzning qiyin xatarlardan saq salomat holda din va dunyolik ishini davomlashtirishi, buvoqlarning va norishidlarning xatarlining liviga kelib qolgan chog'larda saq qilishi, kishilarning kecha xotirjam uxlay olishi qatorliqlarning hammasi Alloh taolo ato qilgan amonlik, salametlik sayesinde buldu. Eğer şu amallık, salametlik bo'lmasa, ko'ngil xotirjam bo'lmasa, uyqu kelmaydi. Biz ba'zida xatarning livi kelib qolganda Alloh taolo amallik tarafga yetaklash orqali xatardan saqlab qoldi. Masalan, siz kechida mashina bilan nihoyat tez ketib borganda, biri qulog'ingizga to'xta degandekla sababsiz to'xtaysiz yoki birdinla ostilaysiz. Oldingizda xatar borligini kim bilib qolsiz yoki mangu bilmaysiz uni. Mangu bilmaysiz ama xatarni saqlab qolasiz. Ama Alloh taolo shu chaqda sizni cho'ng bir qazodan saqlab qolgan bo'ldi. Yo'lda piyoda yurib ketib berib
To'satdan qadamingizni ostilatasiz. Ko'p o'tmayla oldingizda teyilg'oq yer borligini bilasiz yoki faqatla bilmay qolasiz. Ammo Alloh taolo sizni teyilib ketishni saqlab qolgan bo'ldi. Xuddi ko'nglingiz bir narsani tuyg'andakla buvoqning yotiqiga kirasiz, qarasangiz buvoq karvatdan tushib ketishga oz qolgan. Navoda siz ko'rmagan bo'lsangiz qattiq yerga tushib ketishi mumkindi. Siz yugurib berib buvoqni qo'lingizga olganingizda chin yuragingizni minnatdorlik bo'lib, shukr Xudoyim, ko'rmagan bo'lsam tas qilib deganda tushib ketdi deysiz masalan. Bunun o'xshagan ahvollar turmushimiz nihoyatda ko'p takrorlanib turadi. Alloh taolo bizni har zaman ziyonli ishlardan, xatarli joylardan qo'g'dab turadi. Ammo biz Alloh taoloning bu katta iltifotlarini bilmaymiz. Ba'zini anqirolmay qolamiz, nurg'unlarni his qilmaymiz va o'ylab qo'ymaymiz. Xuddi avtomatik bo'ltqandek bunda o'ylab ketamiz masalan. Tirikchilik qilish uchun kundalik uydan chiqish va qaytish yo'lda Alloh taolo bizni nurg'unlig'an xatarlardan, ziyon zahmatlardan, balo qazolardan saqlaydi. Alloh taolo yana bizni nurg'un qatim yegan ishkanligimizdan zaharlanishni saqlaydi. Ana qarindagi buvoq kamtik tug'ilishdan buvoqni saqlaydi. Biz bularning mingdan birini bilamiz yoki bilmaymiz. Ya his qilmaymiz. Hatto bu haqda tafakkur qilmaymiz. Go'yo shundoq bo'lishini tabiatning qonuniyatidek o'ylab qolamiz. Ammo bu ishlarning hech biri tabiatning qonuniyati emas. Balki Alloh taolaning qudrati va hikmati shafqati bilan amalga oshirilgan ishlar. Bir biologiya olimi bunday degancha, bir buvoqning kamtik tug'ilish ehtimoli uning bejirim tug'ilish ehtimoli albatta cho'ng. Chunki buvoqning shakllanishi jarayonida her kuni ma'lum miqdordagi hujayralar ma'lum joylarga yo'tkilib o'zgarib turish orqali o'z vazifalarini o'rindash iqtidoriga keldi. Halbuki bu hujayralar o'zlarining nima ishlarni qilayotganligini bilmaydi. Nima qilayotganligini bilmaydi. Alloh taolo shuni yo'llantirib boshqartirdi hamda. Uchinchisi, Alloh taolaning dini bo'lgan islom bilan salom ikki so'z omonlik, xotirjamlik bag'ishlashda bir ma'noga ega. İslam bu şu xotirjamlik dini, dünya ve ahiret xotirjam bo'lsa, İslam bilan bo'lsang. Salam deganmi shu yana shu salomatlik hamda. Chunki islom dini kishilarni dunyo va oxiratlik omonlikqa va abadiy xotirjamlikka da'vat qildi. Vallohu yad'u ila daris salam va yahdi man yasha'u ila sirat mustaqim. Alloh bandalarini omonlik yurtiga, ya'ni jannatga da'vat qildi va xohlagan odamni to'g'ri yo'lga muvaffaq qildi deydi. Shunga din va dunyolik barliq ishlarda islomni qonun qilgan Kur'an ve sünnet için esilgan adam dünyada mı, ahirette mi amallık ve hatırcamlık, salametlik içinde buludu hem de. Bu ini kabul. Bunun da malum ki Allah Teala bendilerini dünya ve ahiretin gam kaygılarından halas kılışını ve onların mengülük amallık ve salametlik elip verişini halaydı. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضُلُّ وَلَا يَشْقَدِ. Kim kiminin hidayetimge ergeçse o azmaydı ve baxtsizlik uçurmaydı deydi de. Yani Allah Teala bendilerini o salamet buluşku buyurdu. Salamet buluşku, salametlik buyurdu. Salamet kişi kandak kişi, salamet kişi diyen kandak kişi. Akidesi Kur'an ve sünnetin nuru asıda müstehkem kurulan şek şübelerden, bozuk itikat, azgın fikirlerden bütünle yirak bolgan kişi. Birincisi bu. İkincisi kalbi nifak ve riyadın bütünley hali bulup ihlasqa tolgan kişi. İhlasqa tolgan kişi. Üçüncüsü ahlakı, haset, kibir, iştarlık diyendek naçar illetlerden hali bolan kişi. Allah Teala'nın rahmeti, yardımı muşundak kişiye keldi. Mundak kişi ahirette mi cennete layık buldu. Yevme la yanfa'u malu ve la benun illa men atallaha bi kalbin selim. O günde mal dünya mı, balıcaklar mı fayda yetkizmeydi. Fakat Allah'ın dergahına sağlam kalple balgan kişilerle bunun müstesna. Yani ulağı payda buldu deyil. Endi Allah Teala'nın Esselam degan ismidan nimalarni o'rganamiz deydi. Allah Teala'nın Esselam degan ismidan aldamchilikdan, shakilvozlikdan xoli, gunoh, ma'siyatlardan yiroq bo'lishni o'rganamiz. Salam, sağlam bo'lish ya, sağlam. Aqidamiz sağlam, axloqimiz sağlam, niyatimiz sağlam, o'zimizmi sağlam yani. Aqidani buzuq e'tiqod, azg'un fikrlardan qalbni hasad, adovat, yomon niyatdan sağlam tutishni o'rganamiz. Demek Allah Teala'nın salam degan ismi ikki ma'noni bildirirken, biri Allah Teala'nınki ayıp nuqsondan, kamchilikdan, bandalarga zulm qilishdan va bir ishlarni to'g'ri qilmay xato qilib qo'yishdan pak, xoli ekanligi. İkincisi bütün amallık ve hatırcamlık ve huzurunun Allah Teala'nın keldiganligini. Allah bilan bo'lgan vaqtida biz
ko'nglimiz bu xotirjam, hamma ishlarimiz joyida bo'lganligini bilalaymiz ekan. Endi bu shuningdan salom degandan Alloh taolo salomning manbasi, biz Alloh taologa iymon etgan ekanmiz. Alloh taoloning shu go'zal ismlaridan, payg'ambarimizning go'zal axloqidan o'ginadigan bir musulmon bo'lgan sifatimiz bilan bizmi boshqalar uchun amonlikning, xotirjamlikning manbasi bo'lish, boshqalarga amonlik, xotirjamlik, xushallik bag'ishlashni bilish. Undan keyin o'zimizningki kamchiliklarimizni, ayiblarimizni tuzitib, texmi yaxshi bo'lishga tirishish, shuni biz o'rganalaymiz ekan hamda bugungi darsimiz mushag'ichilar endi. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlar, Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin va go'zal axloq bilan zinnatlanishga nasib qilsin. Alloh taoloning shu go'zal ulug' ismlaridan o'rganib o'zimizning bir kishilik nasibimizni erishishga nasib qilsin. Amin.